Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Sayohat jarayonida cherkovlarni ziyorat qilishim durust bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom. Asari atiqa sayohati yoki leksiya yoki marika yoki islomga da'vat qilish qatorliq ehtiyojlar uchun cherkov, monastir, sinagog va butxonaga o'xshagan g'ayri dindikilarning ibodatxonalariga kirish va qo'nish ko'pchilik olimlar nazarida joiz. Shunga to'g'risi ehtiyoj tepilganda kirish, ehtiyoj bo'lmasa kirmaslik. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan bu borada biror cheklama kelmagan va u zot kirganlarni ayblamagan. Ibn Abbos, Abu Musa raziyallohu anhum kabi ashab kiramlar va Ata, Sha'bi, Ibn Sirin va Umar ibn Abdul Aziz kabi tabiinlarmo chirkovlarga kirgan va u yerlarda but bo'lmagan taqdirda namoz o'qigan. U joylarda but va suratlarning bo'lishi namoz o'qishga to'salg'u bo'lsa-mu, kirishga to'salg'u bo'lolmaydi. Ammo ularning ibodatlariga, bayramlarga qatnashish, aqida va odatlarni yo'qtirib olish, shirik va ma'siyat qilmishlariga rozi bo'lib qarab turish va yomon ta'sir elish ehtimolligi bo'lganda, undaq joylarga kirish, bolalarni birga elib berish cheklanadi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.